Sekyonning onasi. Ha? Sekyon hushini yo'qotdimi? Unga nima bo'ldi? Tobi qochib qolganmidi? Asabiylashgani uchun biroz boshi aylanib hushidan ketdi. Unga osmodori qilishdi. Biroz bu yerda dam olish kerak. Ertaga javob berishlaridan avval yaxshilab yana tekshirishar ekan. Asabiylashish? Shu yoshda-ya? Sen yana uni siquvga olgansan. Uni qattiq o'qishga majbur qilgansan. Nima o'zim uchun harakat qilyapmanmi? Bari uni kelajagi uchun. Noto'g'ri yo'lga qadam bosmasligi uchun har bir qadamini nazorat qilib turishimiz kerak. Shunchaki oddiy o'quvchiday yashashga imkon bermaysanmi unga? U senday inson bo'lishini istamayman. U juda ham yaxshi bola. Xizmat safarimdan keyin Koreyaga qaytaman. Sen boshqalarni himoya qilgan vaqting, men o'zimni ham himoya qila olmayapman. Bu g'alati tuyulgani uchun qaytadan tekshirib ko'rdim. O'sha mashina o'g'irlangan ekan. Bilmasdan mashinani qo'ygani rostmi? Ha, bunga aminman. Hozirgi zamon bezori bolalari o'g'irlangan mashinada yurgan bo'lsa kerakdi. Ma'lumotlardan ularning yuzini izlagandim, lekin uyingizdagi kamera yozuvlaridan hech nima aniqlab bo'lmadi. Ularni kimligini bilmas ekanman, shaxsiyatini ham aniqlab bo'lmaydi. Sizlarga shikast yetkazmagan ekan, iltimosingizga ko'ra arizangizni qaytib olishga majburman. Qaytadan murojaat qilishing mumkin. Mayli, yaxshi bor. Demak, uyga yaxshi reja qilib bostirib kelishgan. Mayli Limikyon. Demak, o'yinni boshladik. Bu Key Construction'mi? Kotibi Limikyonni ulab bera olasizmi? Bunday ismli xodimimiz yo'q. Rais Bekni qo'lida ishlashi aniq. Balki u yerga borsammikin-a? U yerga bostirib borib, janob Bekni o'g'li Yixon ekanimni aytsammikin? Lekin undan yordam olib bo'lmaydi. Yixonning hayoti juda ham qiyin bo'lgan ekan. Endi uni tushunishni boshladim. Endi suiqasd sababini tushunishni boshladim. Nima sizda Limikyonni telefon raqami yo'qmi? Ha. Lekin sizga mukofot puli va oyliklarni o'tkazib beradi-ku. Pullar bizga kompaniya hisobidan o'tadi. Biz u yerda ishchi bo'lib ro'yxatdan o'tganmiz. Men bu yerga Li xonimning qo'ng'irog'idan keyin keldim. Bunda Li xonimning qo'li bor, to'g'rimi? Yo, xudo uni ko'zini boylik qoplab qo'yibdi. Bu yerga kelib ketgandan keyin seni oying ichkilik va uyqudorisiz yasholmaydigan bo'lib qoldi. Bu esa uni ahvolini battar og'irlashtirdi. Menda ham ularning raqami yo'q, lekin har 2 haftada uni o'zi menga qo'ng'iroq qiladi. Nima qilyapsan? Qanday rejang bor deb doim mendan so'rab oladi. Qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilganini ko'rsating. Okay, Construction. Abonent o'chirilgan, egasi o'ldirilgan. U bilan uchrashish ham, qo'ng'iroq qilishni ham imkoni yo'q. Limikyon men haqimda hamma narsani biladi. Qayerda yashayman, qayerda sharbat olaman, nimalarni yeyman. Shunchaki himoyani kuchaytirish yetarli bo'lmaydi.
Oyingni ular qayerga olib ketmoqchi edi? O'sha ifloslarni qo'lga olsam, uni aniqlay olaman. Bu arzimagan ish deganding. Oddiy bir ayolni olib qocha olmabsan. Yetmaganiga bir guvoh u yerdan qochib ketgan. Meni kechiring. Agar politsiya bilib qolsa nima bo'ladi? Tanish detektivim orqali barini tekshirib bo'ldim. Ular arizani o'zlari qaytib olibdi. Bu ayolni o'g'li meni qidiryapti. Axir aytmaganmidim. Bu bola avval jim o'tirib, endi o'zini ko'rsatyapti. Bu muammoni o'zim hal qilaman. Sizga va'da beraman. Topshiriq vaqti qochib ketgan mashqani avvalambor qo'lga olishimiz kerak. Sotqinlar jazolanishi shart. Shxvemin go'shakni ko'tarmayapti. Unga aytinglar, agar ertaga uni maktabda ko'rmasam, meni shaxsiy o'yinchog'imga aylanadi. Haligi axlatni tozalash endi seniki aling. O'tgan oy seni o'rningga men ishtirok etgandim. Demak endi bugun seni galing. Bu oy bu ishni sen qilgin. Bezbetlik namoyandasimi bu? Sen qonun qoidani buzding. Nima uzr so'raging kelmayaptimi? Qani tur. Voy la'nati! Seni yuzingga nima qildi? Hamma yeri ko'karib ketibdi. Sen Xonjimin bilan urushdingmi? Uni boplab do'pposlagansan, shundaymi? Hammani xabar bor. Shxveminning do'stlari seni do'pposlash uchun xoli joyga olib ketgan ekan. Ha, hammasi ertalab tugab bo'ldi. Aytgancha bu yaralar maktabdan uyga qaytayotgan vaqtim bo'ldi. Qandaydir mishqilar bizga hujum qildi. mushqilar? Lekin xavotir olmang. Maktabdagi baholarimga va tanamga bu umuman xalaq qilmaydi. Umuman muammo bo'lmadi. Xavotirga solayotgan yagona narsa ustozlar va imtihon. Buni qarang-ya. Doim imtihondan so'ng Xandaryosiga boramiz. Lekin bu safar baholarni ko'tarish juda qiyin bo'lyapti. Nimasini aytasan? Men ham juda qiynalib ketdim. Balki imtihondan avval qahvaxonaga qocharmiz-da. Ha, to'g'ri. Rostdanmi? Mayli, boramiz. Biz bilan borasanmi? Qayerga? Do'stlar kafesiga. Xo'sh, nima deysan? Nima? Biz axir maktab o'quvchisiz-ku. Nega qahvaxonaga qochishimiz kerak? U nimani tushundi? Nima dedi, tushunmadim. Bu nima deganing? Do'stlar qahvaxonasi oddiy do'stona qahvaxona degani. Nima deb o'ylading o'zi? Ha, shunchaki boshqa narsani o'ylabman-da. U juda g'alati yigit-da. Bizga go'sht olib berganda bilgandim buni. Munosabaga tegmanglar. Qo'ysang-chi. Bo'ldi, kerakmas. Nima? Rostdanmi? Bo'lishi mumkin emas. Meni kechiringlar. Shunchaki umuman do'stlarim bo'lmaganda, menga o'zingiz o'rgating. To'g'ri, biz yuqori sinfmiz. Bu unchalik oson emas. Xoncha men tufayli do'stlaring bo'lmagan. Lekin endi biz bormiz. Endi biz seni do'stlaring bo'lamiz. Ha, to'g'ri, do'stlarimiz. Boshqa sinfga qarshi futbol o'ynashimiz yodingdami? Bu ajoyib bo'ladi. Yaxshi do'stlar bo'lamiz deb o'ylayman. Segyon hali ham kelmadi. Rostdanam. Dars boshlanay deb qoldi. Balki kasalmikin. Unday emas deb umid qilaman. Yaxshimisan? Tana jarohatimni ko'rib, ota-onam xavotir oldi. Kasalxonaga meni olib kelib qo'yishdi. Ertalab erta uyg'ongandim. Shuning uchun kutubxonaga ketyapman. Senchi?
Jinoyatchilarni qo'lga olaman deganding. Maktab o'quvchisi darsni o'ylash kerak. Maqsadim esa yaxshi baholar. Aynan shuning uchun Xonjimini maktabga kelgan deganmiding? Bahonani qarang-ku. Ota-onasi e'tiborli bo'lmagani uchun u tezroq maktabni bitirishini xohlayapti. Qanday mehribonlik. Bu imkondan foydalanib, yaxshilab dam olgin. Sen bilan hali ko'p dars qilishimiz kerak. Buni nimaligini bilasanmi o'zi? Roppa rost. Yo xudo, hozirgi yoshlar hamma narsani qisqartiradi. Imkon bo'lsa, hayotni ham qisqartiradi. E'tibor berma. Ko'rishguncha. Keldimi? Ha, hozirgina olib kelishdi. Xo'ksan orolidan keltirilgan eng mazali baliq bu. Mazali kimchi olib kelgandim. Hozir nonushta tayyorlayman. Bugun endi darsimni yaxshilab qila oladigan bo'ldim. Borib kiyinib kelaman. Yaxshi. U hech qachon kimchi yemasdi. Xongayo ham, hatto buni men ham yemayman. Halokatdan keyin dada butunlay o'zgarganmi deyman. Janob, bu yerda hammasi tinchmi? Bir necha kun avval bu yerda katta mashinani ko'rgandim. Muammo bo'layotgandi menimcha. Nima bo'lganda o'zi? Men ana bu yerda yaqinda turaman. Politsiya mashinasini o'sha yerdan ko'rgandim. Shuning uchun qiziq tuyulyapti. Hammasi yaxshi. G'art bema'nilikni o'zi-ku bu. Aytsang o'lasanmi? Yo xudo, aqldan ozishim mumkin, aqldan ozay deyapman. Jin ursin.